Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglovchi do'stlar. Biz Misr yozuvchisi Ehson Abduquddus yozgan Yigit degan shundoq bo'lsa degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Fatih Maliji bilan Ibrohimning suhbatlashayotgan yerlarini o'qib tugatgan edik, endi davomini o'qiymiz. İbrahim turmadan qochishdan ilgari og'inlari bilan plan tuzgan. Ya'ni og'inlari uni amal qilib Misrdan chiqarib o'tmoqchi bo'lgan edi. Ular Aleksandriyadagi bir sabdishi bilan, ya'ni paraxodlarga mal qachilash, tushirishni huddiga olgan savdogarning o'g'li bilan aloqalashib, u orqali Ibrohimni portda turgan biror paraxodga chiqarib qo'yish, paraxod Marsilga borgandan keyin boshqacha ish qilishni kelishgan edi. İbrahim ofitser kiyimini kiyib, muhitlarning uyidan chiqqanda, iftor vaqti bo'lg'achqa ishik baqar iftor qilish bilan bo'lib ketib, uni ko'rmay qoldi. İbrahim Nil daryosi ko'chasiga qarab tez mangdi. Ko'chada odam yo'q. Bir chorlug'uchi askar daryo bo'yidagi tom tuvida o'ltirib iftor qilyotdi. Uning oldida bir non, bir parcha irimchik va bir bosh turib turadi. İbrahim ixtiyorsiz huduqib ketdi. Biroq tezla o'zini tutib oldi-da, oldiga qarab meng'iverdi. Chorlug'uchi askar uni ko'rib darhol o'rnidan turib salom berdi. Aldirab ketganlikdan yeyotgan turibmi yerga tushib ketdi. İbrahim o askarning salomini yenidan o'tib ketgandan keyin ko'rib qilib javoban salom berdi. Ammo orqasiga qaramadi. Yaqinlar yerda uni mashina saqlab turadi. U Fatih Malijining mashinasini to'nidi. Chunki o'z vaqtida ular yoshurun o'ldirish harakatlarini elib borganda bu mashinani ko'p ishlatgan edi. İbrahim qadamini tezlatdi. Mashinaning yeniga kelganda mu sur'atni aslatmadi. Chetda turgan kishi uni hargiz shu mashinaga chiqadigan odam deb o'ylamaydi. İbrahim mashina ichiga qarab Fatih Maliji bilan Mahmud Arfani ko'rdi. Mahmud mu uning sabdishi bo'lib, Soda institutining o'quvchisi edi. İbrahim shaqqa burilib mashinaga chiqdi. Mashina o't oldi. Fatih bilan Mahmud orqasiga burilib, İbrahimga qaramadi. Uchaylan gap so'z qilishmadi. Mashina mangdi. İbrahim udulga qarab o'ltirdi. Mashina bir necha minutla Jiz maydonidan Al-Ehram ko'chasidan o'tib, Aleksandriya ko'chasiga burildi. Biz soat 11dan burun Aleksandriyaga berib bo'lishimiz kerak, dedi Fatih, baya üzülüp qolgan gapini davomlashtirayotgandek. Abdul Aziz bizni soat 11da Taryanun qahvaxonasida saqlab turmoqchi. Hozir soat qancha bo'ldi? So'radi İbrahim eg'ir bisiqlik bilan. 7dan 15 minut o'tdi, dedi Mahmud İbrahimga qarmayla. Bemalol yetib boralaydi ekanmiz. Fatih, sal ostroq hayda. Chozida bizni to'xtatib olishi mumkin, dedi İbrahim. Fatih talashmasdilla sur'atni astalatdi. Uchaylan planining konkret halqalari ustida so'zlashdi. Turmaga, tutqun lageriga solinib ketgan va qo'lga ilinmagan sabdoshlarining gapini qilishdi. Siyosiy xabarlar va Omanbek kapitan Dabag ustida paranglashdi. İbrahim o'zi yushiringan oila to'g'riliq so'zlamadi. Boshqalarmi so'ramadi. İbrahim parang davomida ilgirgidek qizg'in bo'lmadi. Burunqidek halqiliq nozik masalalarni o'ttirga qo'yib, muhim nuqtalarni ichib tushuntiribmi bermadi. U g'amkin, ruhsiz edi. Mashina Aleksandriyaga yaqinlashgan sari qapiga tushib ketayotdi. Uning ko'ngli bir yerda bo'lmag'ach, qechish planining konkret halqalarini o'ylab bir boshqacha qolmadi. Sabdoshlari haqidagi paranglarga, siyosiy xabarlarga ancha qiziqmadi. Uning butun o'y xiyoli Misrdan tezroq chiqib ketishdan qolgan edi. Qo'rqinchliq, vahimalik tuyg'u xuddi qora yomg'ir bulutidek uningga yupurilib kelmoqda edi. U Misrdan ketib nima qiladi? Fransiyada yursa nima qimmati bo'ladi? Tirik yurgini bilan qanchalik qadr qimmati bo'ladi? Yaqa yurtlarda musofirchilikda o'tgan hayotning nima lazzati bo'lsin? Uning u yerlarda nishoni, istiqboli yo'q. U qizg'in suydigan narsalar yo'q. Kindiqqina oqqan, oq sut berib boqqan ana tuproqni endi ko'rolmaydi. Ota-ana sabdoshlarini ko'rolmaydi.
Sepdaşları bilen billa köreş qilolmaydi. Naval, Naval. İbrahimning yuragi Navalga talpinatdi. Chunki Naval İbrahimning hayotida jimmita paydo bo'lgan umidi edi. Endi Navalnimi mangu ko'rolmaydigan bo'ldi. U 20 yildan keyin, ya'ni uningga ortilgan jinoyat qonuniy jihatdan kuchdan qolganda ondan qaytib kelalaydi. 20 yil. Buncha uzun yillarda u xuddi palach bo'lib qolgan odamdek o'tkazidi. Uningda na muhabbat, na vatan bo'lmaydi. Faqat quruq aslimala qoladi. Naval ikkisini bepoyon o'tira dengiz ayirib turdi, xolos. İbrahim ixtiyorsiz achchiq kulib qo'ydi. O'smir vaqtlarida u Fransiyaga berishni, dunyoni aylanishni orzu qiladi. Hatto tushlarida doim degudek o'zining Misrdan ayrilganligini ko'ratdi. Mana hozir balaliq chaqlardagi tushi amaliyotga aylanganda shu tushlarning razilligini va rahimsizligini his qilmoqda. Shu chaqlarda u sherin tush emas, qabohatlik tush ko'rgan ekan. U mashina derisidan yo'l yoqasidagi qumliqqa nazar tashladi. Voh, nima degan go'zal. Uningga ashu qum barxanlaridami hayotlik bordek bilindi. Uning qumliqni qangucha ko'rib olg'usi keldi. Navoda shuningdan keyinla ko'zi amo bo'lib qilib, qumliq hayotida eng oxirgi qitim ko'rib qolgan narsasi hisoblansimi pushaymon qilmaydi. U qum barxanlarini o'zining qabrisidek his qilib, ularga mehrini uzalmay qarab ketdi. U o'zining mushu ziminga, Misrning har qanday bir yeriga dafna qilinishini umid qildi. Mashina 10 kilometrlik chegaraga yaqinlashganda sur'atini texmo ostilatdi. Askar qo'lini pulanglatib, mashinani to'xtatishga ishorat qildi, lekin mashina to'xtamay asta mangdi. Askarlar İbrahimning ofitser formasini ko'rib, qo'llarini ko'tarib salom berdi va mashinaning nomerini yozib olgandan keyin qo'yivetdi. İbrahim ular yuzini ochiq ko'rib qolmasin deb, ularga engishibroq turib salom qaytardi. Mashina chegirdan o'tgandan keyin sur'atini tezlatdi. İbrahimning qalbini yana g'am bulutlari bosdi. U cho'nqur xiyolga g'arq bo'ldi. Misr, Naval, o'zining kurash nishoni, dadisi, opsi. U o'ylagan seri o'zini ojiz, zaif his qilib o'zidan nafratlandi. O'zining qochoq bo'lib qolganligi, har bir to'salg'uga yo'liqqanda sarosimiga tushadiganligiga o'chligi keldi. U o'zida jinini ilib qechishdanmi cho'ngroq nishon bo'lishini, mangu hujum qilishga tayyor turishni, o'z dushmanlariga, vatanining dushmanlariga o'q chiqarishni, sabdoshlariga hujum qilish plani tuzib berishni o'yladi. İbrahim burun shundoq qilg'ashqa hozirmi shundoq qilishni orzu qiladi. Qetish planining amalga oshmasligi, Misrdan ketolmay qilishni tillaydi. Shunga u chetga qochaman deganni ko'nglidan chiqarib etishga urinib ko'rgan bo'lsa-mu, amal bo'lmadi. Bu xiyollar go'yo yiroqdan yaqinlab kelayotgan dumboq ovozidek uning qalbida akis sado yangratdi. Mashina Aleksandriyaga keldi. Bir necha ko'chani aylanib o'tib, Zug'lul ko'chasining yonidagi Ramul maydonida to'xtadi. Mahmud Arafa mashinadan tushdi. U egiz bo'y, o'ruq kelgan, ko'zlaridan samimiylik chiqib turadigan farosatli chechan yigit edi. U Taryanun qahvaxonasiga kirib, bir ustalda o'tirgan yigitga salom berdi-da, yenida o'ltirdi. Ikkalan birdan pichirlashdi. Ondan Mahmud Arafa o'rnidan turib qaytib chiqdi. Fathining yeniga kelib o'ltirdi va Seydi Besar 20 minutdan keyin dedi. Mashina dengiz bo'yidagi ko'cha bilan xuddi sayliga chiqqan odamlar o'ltirgandek nihoyat asta mangdi. Mahmud mashinaning derisidan beshin chiqarib ko'chadagi bir qizga isqirtdi. "Qarasini, bo'ridan qochib yo'lbosqa tutunmayli yana", dedi Fatima Alici. "Bumo bir yoshurnish harkat emasmi?" deb qaqoqlab kuldi Mahmud. Ular İbrahimnimi kulamdikin deb orqaga qarashdi. İbrahimning qapoqlari turilgan holda bekla xafa o'ltiradi. Ular kulkisini to'xtatib bir-biriga savol nazari bilan qarab qo'yishdi.
Chunki İbrahimning o'zi tuzgan planini ijro qilganda hargiz bundaq holatda bo'lmaydiganligi ularga ma'lum edi. Mashina Seydi Besarga kelib, Angliya askarlarining gazarmasiga boradigan yo'lga tushdi. Qarong'u yo'l yoqasida bir mashinaning turganligini ko'rgan Fathi mashinaning chirig'ini 3 qitim o'chirib, 3 qitim yondirdi. U mashinaning chirig'imi 3 qitim o'chib yondi. Fathi mashinani asta haydab, yiliqi mashinaning yonida to'xtatdi. Arını birdam jimjitlik bosdi. Mashinadagilar tapanchalarini ching tutdi. Mahmud u mashinaning shoferini tunib, mashinadan tushdida uning bilan qo'l ilishib ko'rishdi. Assalomu alaykum, Abdulaziz. Kechikib qilib seni saqlatib qo'ydik. Hech qisi yo'q, qani mashinadan tushinglar, dedi Abdulaziz. Shofer Mahmud Fathi bilan İbrahimga Abdulazizni tunishtirdi. U Aleksandriyadagi inqilobchi bo'lib İbrahim tunimaydi. Ular qumluqdagi tar yo'l bilan mengib kapining yeniga keldi. Boshqa kaplardan xeyli yiroqdagi bu kapida kirsin chiroq yinib turadi. To'taylan plan ustidan konkret so'zlashdi. Abdulaziz Grisiya paraxotining matrosi bilan so'zlashib qo'ygan bo'lib, u paraxot atab Beyrutga berib, u yerdan Marsilga boradi. İbrahim kömür to'shiydigan ishchi qiyofatida yasnishi lozim edi. Abdulaziz uningga saxta fuqarolik guvohnomasi tayyorlab qo'ygan edi. İbrahim shuning bilan portga kiralaydi. Abdulaziz uni kömür to'shiydigan portda yiliqi matrosga tunishtirib qo'yish uchun saqlab turmoqchi bo'ldi. Abdulaziz ketdi. Fathi mashinaga may qachilab qaytib keldi. Uchaylan bir kecha uxlamadi. Atdigan soat 5da Abdulaziz keldi. U bir quruq koni kiyim bilan bir parcha kömür olg'uch kelgan edi. İbrahim u kiyimlarni kiydi. Paskina ham qop-qora shim uningga kalta kelib qoldi. Ko'nglakmu qasmoq, yirtiq edi. Abdulaziz İbrahimning yuziga, qo'liga, maydalari va putiga kömürni surkidi. Andin xuddi rassomlar rasmga yiroqdan qarab boqqandek İbrahimga boshdan oyoq qarab chiqdi. Bo'ldi. Agar bizmi bu ishni qilgan bo'lsak, qandoq yaxshi bo'ladi, ha? Dedi u Aleksandriya talabbuzi bilan. Undaqda biz yo'l topa olamdik. Abdulaziz mashinasini haydab oldida mangdi. İbrahim Fathi bilan Mahmudning mashinasiga tushib, orqada mangdi. Boshqalar ko'rib qolmasin uchun İbrahim mashinada yetib oldi. Uning puti yalang oyoq, ustida nepiz yirtiq kiyim bor edi. Paskina, yirtiq shimning yonchug'ida saxta guvohnoma. Fathi bergan 50 funt sterling, Zohir apandi bergan 5 funt sterling. Arasıga bağaqçı qıstırilgan kichikina Qur'on Karim bo'lib, bağaqçıda naval yozgan Muhammad Allohning elchisidir degan xat bor edi. Portqa oz qolganda İbrahim yotgan peti so'radi. Fathi, men sening uyingga avatgan qiz esingdimi? Esimda. Dushanba kuni soat 11da sen Abdul meni im maydoniga berib qarab boq. Uni uchirtishing mumkin. Mening nega ketganligimni aytmay uni xotirjam qilib qo'ygin, dedi İbrahim hasratlangandek xursinib qo'yib. Bo'ladi, dedi Fathi. Unutib qolma jumu, dedi İbrahim yig'lamsiragandek. Ma'qul, dedi Fathi texmi hayron bo'lib. Ish bir yoqliq bo'lmoqcha bizning uydagilar bilan aloqalashma. Bo'ladi. Biz 6-ishkiyinda paraxot qo'zg'alg'ucha saqlab turamiz. Sizlar almashib turinglar. Bu yerda turmasanglarmi bo'ladi. Mashinadami saqlamanglar. Birer qahvaxonada o'ltiringlar, dedi İbrahim. Mashina 6-eshikdan xeyli yiroqda, portning temi tüyida to'xtadi. Mahmud atrofga bir qarab etib, "Hech ish yo'q", dedi. Uning ovozi tuvan, ammo hukm e'lon qilgandek nihoyatda keskin chiqdi. İbrahim o'rnidan turib mashinadan tushdi. U yalang oyoq peti kayniga qaramay oldiga qarab mangdi. Fathi bilan Mahmud yuragi ezilgan, ko'z chanoqlari yoshga to'lgan holda uning kaynidan qarab qoldi. İbrahim port darvozasiga borganda askarlar to'sib olmadi. Uning eski kiyimlari, yuzi, maydasiga surkalgan qora kuya uningga yo'l xati bo'lgan edi. U darvozadan o'tib yana xiyolga patdi. Uning ko'zlaridan ziraklik chaqnab tursimu, qechishning vahimasidan yuragi og'ziga tiqilibla qolgan edi.
U ətrafqa qarab yiroqda turgan Abdul Azizni ko'rdi. İkisi ishorat qilishib olgandan keyin Abdul Aziz oldida mangdi. İbrahim uningga yiroqdan әgishib mangdi. Ular xeyli uzun mengib ko'mir to'shish portiga keldi. Abdul Aziz bir kichik bodkaga kirib ketdi. O dadisining ish boshquradigan ishxonasi edi. Bir ozdan keyin Abdul Aziz bodkadan chiqib, yeniga kelib bo'lgan İbrahimga vaqirdi. Qandaq nimisan? Manga velosiped ilib beramdikin deb qarab turamsan? Qulonga sivat almamsan? İbrahim beshini sangılatib bir chetda dövülünüp turgan sivatdan birini aldı. Abdul Aziz portda to'xtatib qo'yilgan paraxotning shotisiga qarab mangdi va yaqin kelib shota yinda turgan bir matros bilan paranglashdi. Matros shota bilan paraxotga yamashqa edi. İbrahim uning keyindan shotiga esildi. Matros İbrahimni boshlab paraxotning ostinqi qavatiga tushib, temir qapaskga o'xshaydigan nam va qorong'u bir yerga kirdi. Bu paraxotning ko'mir qachilash ombirining yeni bo'lib, paraxotning o'txonasiga yaqin edi. Sen bu yerda biz yetib borguchi tursan. Men sana yeydigan narsani akirib beraman, dedi matros. İngilizchani buzib so'zlab. İbrahim beshini lingishtirib qo'ldagi savatni ostiga qo'yib o'ltirdi. Matros chiqib ketdi. Bir ozdan keyin bir oz bolka, bir konserva akirib İbrahimga berdi. Paraxotning mingish vaqtini aytib berib, ba'zi ishlarni topildi. Oyoq tivishi og'inib uning gapini bilib-etdi. Orqadinla eshik tuvida bir matros paydo bo'ldi. U İbrahimni ko'rib loyiliqi matros bilan grek tilida taqqalashib ketdi. İbrahim ularning gapini tushunmagachga gap qilmay ansizlik ichida o'tiraverdi. Bu odam pul olman deydi, dedi avvalgi matros. İbrahim gap qilmay yanchug'idan 5 funt sterlingni elib matrosga berdi. U matros ancha rozi bo'lmagandek pulga qarab qo'ydi-da, yanchug'iga silib chiqib ketdi. Bilamsan, bu paraxot Beyrutdan Aleksandriyaga qaytib kelib, ondan Marsilga bordi ekan, dedi. Avvalgi matros sherikining keynidan chiqib ketib. İbrahim tingirqab ittik so'rdi. Nima? Nimish bu? Mammo yiliq matrosdan hozir bildim, dedi matros ingliz tilida. Matros chiqib ketdi. İbrahim nima qilarini bilmay o'ltirib qoldi. Butkul muskillari tortishayotgandek bo'ldi. Bu paraxot Beyrutga berib, Aleksandriyaga qaytib kelib, ondan Marsilga borgucha 3 hafta ketadigan gap. U shuninggacha bu temir qapas ichida o'ltira olmaydi. Ular sezib qilishi yoki keyin kelgan matros yana pul ber deb turib olishi mumkin. Paraxot Aleksandriyaga qaytib kelganda ularning uni saqchiga topshirib berishi mu ehtimoldan yiroq emas. U bu yerda tura olmaydi. Paraxotdan tez tushib ketishi kerak. İbrahim shu niyatga kelganda ko'ngli birdilla yayrab, xuddi turmadan ozod bo'lgandek bo'ldi. U qaytib ketadi. U boya o'ltirgan svitini ko'tarib, qandoq kelgan bo'lsa shundoq yushurin chiqib ketadi. Portda u Abdul Azizni izlab tepib yeniq bordi. Abdul Aziz uni ko'rib hayron bo'lib so'rdi. Nimish bo'ldi? Bu paraxot yana Aleksandriyaga qaytib keladi ekan. Men darhol bu yerdan ketmasam bo'lmaydi. Siz beri Fathi bilan Mahmudga aytib qo'ying, dedi İbrahim pichirlab. İbrahim portdan chiqib Fathining mashinasiga o'ltirdi. Ular Abdul Aziz bevosita Marsilga boradigan paraxot topsun deyishdi. Ammo İbrahim Aleksandriyada qilishga unimidi. Ularning bu yerda tunish bilishlari, xabar yetkazib saqchilarning ahvolidan xabarlantirib turgan do'stlari yo'q bo'lg'achqa, İbrahim Qohiraga ketay, shu yerda yushurnish oson dedi. İbrahim yana ofitser kiyimini kiydi. Mashina uni uyiga opirib qo'ydigandek yana Qohiraga mangdi. Nil qasri ko'chasidan ayrilib chiqqan Kona Berja ko'chasi deb atalgan ko'chadagi bir binoning ustida bir eg'iz ayrim uy bo'lib, İbrahim Mahmud bilan shu uyda turadigan bo'ldi. Asli İbrahim mush uyda Abdul Aziz paraxotning xabarini akelguncha tursa bo'ladi. Ammo İbrahim Fransiyada yoki Misrdan boshqa yerlarda hayot kechirolmayman deb qarab, Misrdan ketmaslikni qaror qilib bo'lgan edi. U nishonsiz, muhabbatsiz, vatansiz, palach odamdek hayot kechirishni xohlamaydi.
U Qahirədə qaçqın bo'lib yurishni xohlamaydi. Qalbidagi inqilob, g'azab, nafrat uni erkinlikni, muhabbatini tortib olganlardan o'ch ilishga undaydi. U doim muhabbatini o'ylaydi. Har qatim qalbida vatanparvarlik hissiyoti urg'an chog'da ko'z oldida Navalning obrazi paydo bo'ladi-da, shirin xiyolga cho'madi. Ana, chaqqong'ina, oddiy jihozlangan uy. Naval uyning atrofida cho'rgilab yurmoqda. Uning Navalni ko'rgisi kelgan. Bir ikki qatim uchrashishga berib Navalni bir ko'ray degan niyatgami kelgan edi. Ammo shu minutlar kelganda u bu niyatidan yandi. İbrahim bu xam xiyollarim mangu amalga oshmaydi deb qarab Navaldan ansiraydi. Navalning umidsizlanishini, o'zidan va ikkisining muhabbatidan umid uzishni orzu qiladi. U Naval uchun bu azob va hasrat yukini o'zi ko'tarishga ming marta rozi edi. U o'z yurakini parchalab, uningga bersa beradiki, hargiz u oliyjanob qizning yurakini dog'lag'usi kelmaydi. İbrahim shu uyda bir necha kun o'tkazdi. Saqal burutlari o'sib ketdi. Ansizlik va vahima kechalari uningga uyqu bermaydi. U kasal odamdek sarg'ayib o'ruqlabla ketdi. Uzun oq yakdak kiyib olgan, yonchuqida ozroq pul va Naval yozgan bog'oqcha qistirilgan kichkina Qur'on Karim bor edi. U oyog'ini tayyor qilib qo'ygan edi. Qechib yurgan odam tasodifiy ishlarning yuz berib qilishi uchun har doim tayyor turishi lozimda. U qiladigan ishni texi o'ylab bekitmadi. Faqat sabdishi Mahmud Arafa bilan Angliya tadqiqot o'rniga bomba etish, kanaldagi Angliya askarlarini yoshirin o'ltirib etish qatorliq harakat planlarini tuzib chiqdi. Ammo bu planlar ijro qilinmadi. Chunki bu planlarni harakatga aylantiradigan qo'l, ya'ni uning qo'li yo'q edi. Bir kuni atdiganda İbrahim Mahmud Arafa bilan o'ltiradi. Uyga to'yiqsizda bir saqchi amaldori kirib keldi. Arkasida puxracha kiygan ikki saqchi bor edi. İbrahim bu saqchilarning o'zini emas, Mahmudni izlab kelganligini pamladi-da, neriroq berib turdi. Saqchi amaldori uningga mundaqla qarab qo'ydi. Chunki u bu yigitning İbrahim hamda ishkanligini xiyoliga keltirmagan edi. Mahmud Arafa degan qaysinglar? So'rdi saqchi amaldori. Nima qilasizlar? Qaytirib so'rdi Mahmud. Saqchi amaldori uni ittirib etib ustal oldiga bordi-da, uning kitoblarini aqtirishga boshladi. Puxracha kiyingan ikki saqchi ishni to'sib turadi. İbrahim ularning diqqat qilmaganidan foydalanib, ikki saqchining o'tirsin yetilib chiqdi-da, palampaylardan taqlab degudek pastga tushdi. Tutinglar uni, tez! Saqchilar vaqirishib ketdi. Saqchi amaldori Mahmud nima qechib ketmasin deb belikidan tutib oldi. İbrahimning putida sapmi kash bor edi. Yugurib ketayotganda bir piyi tushib qolib edi. İbrahim yana bir piyini cho'rib etdi. U palampaylardan yalong oyoq tushdi. Orqasidan ikki saqchi qo'g'lidi. Shu yugurgunicha İbrahim ko'chaga chiqdi. Orqasidan ikki saqchining "Avu buzuq unsurni tutinglar, buzuq unsurni tutinglar" deb vaqirg'ini anglandi. Yo'ldagi kishilar to'xtadi. Bir gazet sotquchi İbrahimning oldini to'smoqchi bo'lib edi. İbrahim "Men yomon odam emas. Ular siyosiy saqchilar" deb vaqirdi. Gazet sotquchi bu gapni anglab darhol yo'l ochdi. Bir kir yo'g'uchi do'kondan chiqdi. Bu simiz odam puxracha kiyingan bir saqchining oldini to'sib, qo'liga esilib oldi-da, sipoyilik bilan "Voy apandi, nima ish bo'ldi?" dedi. "Qo'limni qo'yvat, o'lgur, oldimni to'sma" deb vaqirdi saqchi hozirab turib. "Nima ish bo'lganligini bizga aytib bermamsiz?" dedi kir yo'g'uchi uni parang tutib. "Sizga yordam qilamiz emasmi?" "Avu buzuq unsur. Mening buzuq unsurni tutinglar deganimni anglamadingmi?" deb asabiylarcha vaqirdi saqchi. Kir yo'g'uchi uning qo'lini qo'yvatmay yana so'rdi. "Qiziq gap, u odam nima o'g'irlabdi?" "Mang chaplashib olma, o'zing paxas bo'l." "Ha, siz saqchi ekansiz-da, qarang sizni. Buni balduroq desangiz bo'lmamdi. Qani marhamat qiling." Saqchi yana qo'g'lab ketdi. Biroq İbrahim allaqachon ko'zdan g'oyib bo'lgan edi. Kir yo'g'uchi kulib qo'yib do'koniga kirib ketdi. Boyiqi gazet sotquchimi yugurib bir saqchining oldiga o'tdi-da, qasddan gazetni chechib etib, chechilib ketgan gazetlarni yiqqan bo'lib, saqchining oldini to'sib oldi. Shuning bilan u saqchimi İbrahimni yuttirib qo'ydi.
İbrahim Nil qasri ko'chasidan o'tib, Azhar maydoniga qarab yugurdi. Orqasidan qo'g'layotgan ovozni anglamasimi yugurdi. Texi pat-pat: "Hey, gapimni anglag'ina! Hey, og'ina, to'xtag'ina!" deb vaqirab qo'ydi. U xalqlar meni boshqa birini qo'g'lab ketiyotibdi deb qolsin degandek qasddan shundoq vaqirab qo'ygan edi. Bir ozdan keyin yugurishdan to'xtab, tez qadam bilan mangdi. Bir navoiyxonaga kirib, 10 non setib yuzini to'sib yugurib mangdi. Yalang oyoq, uchisida uzun yaktak, qo'lida bir muncha non. İbrahim shu topda bozordan narsa kerak setib olib, qaytib ketayotgan uy xizmatchisiga o'xshashib qolgan edi. U o'tiba maydoni tarafga ketib o'ylandi. Nega berish kerak? Nega yushirinadigan ish emdi? U Azhar ko'chasiga burilib, bir baqqalning oldida to'xtadi. U baqqaldan azroq apelsin va banan oldi. Baqqalga mevalarni qog'oz xaltaga qachilab berishni aytdi. Shu orliqda Fathi Malijiga telefon berivdi. U yo'q bo'lib chiqdi. U meva xaltasini ko'tarib mangan beti Azhar ko'chasining beshiga chiqib, Botiniya ko'chasiga burildi. İbrahim Qonun institutidagi savoddishi va do'sti Abdulla Shuhratni esiga oldi. U vatanparvar yigit bo'lsa-mu, maxfiy guruhiga qatnashmag'achqa, soqchilarning nazoratidan xoli bo'lish aniqla edi. Ammo İbrahim uning uyda bor yo'qligini bilmaydi. Abdulla Shuhrat uyda edi. U hech bir cheklanmasdan İbrahimning yushinishiga yordamlashmoqchi bo'ldi. Uning shaxsiy uyi 4 qavatlik bir binoda bo'lib, 4-qavatda Azhar universitetining 2 o'quvchisi turadi. Hozir ular yurtiga ketgan. Oshqushni Abdullaga bergan edi. Abdulla İbrahimni 4-qavatga boshlab chiqdi. Shuning bilan İbrahim o'quvchilar yotgan uyda turadigan bo'ldi. İbrahim kecha-kunduz uydan chiqmasligi va harakat qilmasligi lozim edi. Bo'lmasa qo'shnilari yandagi uyga odam kiryapti deb gumonlanib qoladi. Hamma derizlar etib etildi. Abdulla uningga yoshirincha yemak-ichmak akirib berib turdi. Bir necha kun o'tib ketdi. İbrahim faqat chiday olmadi. Kuch berib turadigan so'quq qon nervilari amdi uningga bo'ysunmay qoldi. U o'zini ba'zida saram bo'lib qoladigandek his qiladi. Vaqirab jaqirg'usi, hamma narsani chiqib pachoq-pachoq qilibatgusi, odam o'ltirgusi keladi. U kimni o'ltirdi? O'zini qo'g'lab yurgan, qo'l ostidagilarga uni tutishga buyruq bergan Mo'monbek bilan kapitan Dabag'ni o'ltiramdi. Yo'q, u ikkisi g'olchilar tabiqasining vakili. Jahongirlar belgilagan siyosatlarni ijro qilguvchi qullar. Burunqidek Angliya alvostlarini o'ltirish kerakmi yo? Nemishqa bo'lmaydi ekan? Angliyaliklarga Misrda rohat ko'rsatmasi kerak. Misrdala turdi ekan, ularni har vaqt vasvasiga silib, atigini oqshimiga ko'zi yetmaydigan holga tushirib qo'yish kerak. İbrahim harakat qilishga qaror qildi. U Fathi Maliji bilan aloqalashdi. İbrahim Fathi bilan Abdulla uchaylan bir necha qitim maxfiy yig'in o'tkazdi. Fathi İbrahimning harakat qilishiga qat'iy qarshi turdi. U İbrahim qochib yurgan odam. Qochib yurgan odamning harakati hujumga o'tgan odamning harakatiga o'xshamaydi. Agar İbrahim o'zi harakatlanadigan bo'lsa, ikki yurish plan tuzishi lozim. Biri uning qochishni qo'g'daydigan plan, yana biri yushirin o'ltirishni ijro qiladigan plan bo'lishi kerak. Bo'lmasa, har ikkili plan ta'sirga uchraydi, dedi. Shunday qilib, bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.